o'zingiz uchun ham ozgina vaqt ajratish vaqti keldi. O'rningizdan turib, o'zingiz uchun vaqt ajrating. To'g'ri, osonmasdir, vaqtingiz yo'qdir, ro'zg'oringiz kattadir, bola chaqangiz ko'pdir, ishingiz bordir. Hamma narsaga vaqt topsangiz bo'ladi. Shuncha farzand tug'ib qiyinchiliklarga chidagansiz, o'zingiz uchun loqqal yarim soat, 1 soat vaqt ajrata olmaysizmi? Bu narsani mayli, kimdir yaxshi ko'rar bu narsani, kimdir masalan yomon ko'rishi mumkin. Lekin to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deyshadi. O'zingiz uchun vaqt ajrating. Hurmatli ayollar, hurmatli opa-singillarim. Ortiqcha vazn hech qachon insonga biron bir dabdaba, biron bir orden, shunga o'xshash narsa olib kelmaydi. Faqat sog'lig'ingizga zarar berganingiz qoladi. Men 3 marta semirib